Erkaklar, siz bilmagan tanangizda bir kichkina bez bor. Uning doimiy faoliyat qilib turishi natijasida turli xil o'zgarishlar kuzatilishi mumkin bizda. Bu prostata bezi hisoblanadi. Prostata bezi aksariyat 40 yoshdan keyin bezovta qiladi. E'tibor qiladigan bo'lsak, prostata bezining normadagi holati va patologik holati bu yerda ko'rsatilgan. Demak, normadagi holatida prostata bezida siydik yo'llarining kengligi bizda siyishda qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Va prostata bezining kattalashishi va siydik yo'llarining torayishi siyishda qiyinchiliklar, siydikning chala qolishi, kuchanib siyishlik va siydikka infeksiya aralashib qolishiga sababchi bo'ladi. Eng yomon taraf shundaki, prostata bezidagi surunkali o'zgarishlar alal oqibat prostata bezining davosi qiyin bo'lgan murakkab kasalliklariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vaqtida prostata bezini konservativ davolanishi, kerakli tekshiruvlardan o'tishi va agar zarurat tug'ilsa, vaqti bilan operativ davo qilishga